Assalomu alaykum Audio Tapteka dasturi foydalanuvchilari. Bugun sizlar bilan dasturimizning yangi 50-versiyasida qo'shilgan referen narxlarni yuklash funksiyasi haqida gaplashamiz. Buning uchun elektron hisob fakturalarni yuklash oynasiga kirib olamiz va kerakli barcha maydonlarni to'ldirib bo'lganimizdan keyin biz narx qo'yish jarayonida referen narxlarni yangilash tugmasini bosib ko'ramiz. Bu yerda so'rov chiqadi. Sizning bazangizda referen narxlari mavjud bo'lmagan tovarlar juda ko'pligi tufayli chiqishi mumkin. Bu yerda siz ha'ni bosadigan bo'lsangiz, barcha nomenklaturalar, ya'ni bazadagi bor tovar uchun referen narxlar yuklanadi. Agarda yo'q tugmasini bosadigan bo'lsangiz, bu jadvalda bor barcha nomenklaturalar uchun yuklanadi. Yuklash jarayoni tugadi. Ko'rishingiz mumkin, referen narxlari yangilandi. Bu ustunda mana referen narx qo'shilgan qiymat solig'i bilan va yangilangan sana. Referen narxi mavjud bo'lgan tovarlarning referen narxlari yangilandi. Bu yerda referen narx va uning tagidan yangilangan sanasi yozilgan holatda chiqib qoldi. Endi bundan bemalol foydalanishimiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.